Ukrilarni qisamiz, ukrilarni qisish kerak, chiqaramiz. Lekin teri ostiga ham yoriladi. Keyin nima bo'ladi? Teri ostiga yorilgan ukri yuzaga chiqib dog' bo'ladi. Ukridan ham ketkazish qiyin, ukridan qolgan dog'larni o'ylaymiz. Yechim bor. Peptid ampulasi ukridan qolgan dog'larni yuzga yuz yo'qotib beradi. Sinab ko'ramiz. Hech qaysi ampulani, kremni, ya'ni yuz uxodini penkasiz ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni hamma uxodni toza yuzga qilish kerak. Yuzimizni yaxshilab ishqalab yuvamiz. Siz makiyaj qildingiz, qilmadingiz yoki SPF surtdingiz, surmadingiz, baribir siz uxod qilmoqchimisiz, yuzingizni parvarish qilmoqchimisiz, birinchi penkadan boshlaysiz. Penkasiz yuzga hech nima surmaslik kerak. Yuzini yuvganda mana shu yerga suv oqirmaydigan qizlar bormi? Iltimos menga yozing, qanday shuni qilasizlar? Penkadan keyin suv bilan ham yaxshi yuvinglar. Undan keyin ampula krem surtsalaringiz, agar suv bilan yaxshi yuvmagan bo'lsalaringiz, ko'piradi. Пожалуйста, penkadan keyin suv bilan yaxshilab yuzni yuvinglar. Menda ikkita fonar shu yerda yonib turibdi, lekin ikkalasini ham zaryadkasi yo'q, shuning uchun har zamonda chiq o'chib qolyapti. Bu peptid menda yangi. Давайте shuni ochamiz. ASMR. Peptid ampulasi o'zi nima qiladi? Ukridan qolgan dog'laringizni to'liq yo'qotib beradi. Undan tashqari yuzlaringizni toni har xil bo'lib qolgan bo'lsa, bir xil qilib oqartirib beradi. Kichkina mimический ajinlaringizni yo'qotib beradi va namlantirib beradi. Shuncha narsa bitta ampulada. Ukridan qolgan dog'larimizni ham yo'qotar biza, lekin yana ukri chiqsa-chi? Yechim bor. CP krem. Menda уже почти tugagan. Ukri chiqishini oldin olib beradi, kichkina komedonlarga ham zo'r yordam beradi. Aytgan narsalaringiz hamma yuzga tushadimi? Yo'q. Har bittangiz individual hisoblanadi. Sizning yuzingizga hozir men ishlatganda bo'lib tushadimi, tushmaydimi? Buni sizlarga konsultatsiyada aytaman. Konsultatsiya olishni xohlaganlar kommentariyada plus belgisini qoldiring. Ularning xuddi menikida oynada yaltirashini xohlasalaringiz, podpiska bosib qo'ying, foydali ma'lumotlar bilan bo'lishaman. Hozircha esa всем пока.